AI agentlar juda qo'rqinchli bo'lib boryapti. Ya'ni, oxirgi videomda Hermes agent haqiqiy serverni buzib, to'liq masofaviy kod boshqaruvini qo'lga kiritdi. Lekin bitta muammo bor, narx. Shu videoda men sizga eng zo'r AI modellariga bepul kirishni, jumladan API kirishini qanday olishni va sevimli AI vositalaringizni quvvatlantirishni ko'rsataman. Shuningdek, Hermes agentni lokal o'rnatishni ham ko'rsataman. Shunda kun bo'yi bir tiyin ham sarflamasdan ishlata olasiz. Bepul AI modellar deganda, men bepul chat haqida gapirmayapman. OpenRouter'da allaqachon bepul bo'lgan modellar haqida ham emas. Buni avval ham ko'rib chiqqanmiz. Men ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa, eng zo'r agentik AI vositalari bilan ishlatiladigan eng zo'r AI modellari. Masalan, OpenRouter AI forward/apps ga borsak, hozirgi kunda odamlar ishlatayotgan eng zo'r AI ilovalarini ko'rasiz. Va shu ilovalardan biriga bosib, pastga sursak, odamlar ishlatayotgan eng zo'r modellarni ko'rasiz. Ular aslida bu samarali ilovalar orasida o'xshash. Ko'rib turganingizdek, bu yerda OpenCloud uchun Minimahmuch eng yuqorida, Stepper 3.7, Glim 5.2, bu mening sevimlilarimdan biri va Nemotron. Bularning hammasini bepul qanday olishni ko'rsataman. Lekin avval bu ilovalarni OpenRouter orqali ishlatsangiz qancha turishini ko'rsatish uchun shunchaki shu yerda solishtiramiz. Ko'rib turganingizdek, ularning hech biri bepul emas. Glim 5.2 va Nemotron 3 Ultra esa eng qimmatlari. Endi men sizga bu pullik AI modellariga bepul kirishni va ularni OpenCloud, Hermes kabi istalgan AI vositasi bilan ishlatishni ko'rsataman. Faqat Build Nvidia Tom Forward/Models ga o'tishingiz kerak. Va yana bu sayt orqali Nvidianing sayti orqali ishlatishingiz mumkin bo'lgan barcha modellar ro'yxatini ko'rasiz. Lekin biz bepul modellarni ishlatmoqchimiz. Shuning uchun bu yerda bepul endpoint tugmachasini yoqamiz, apply'ni bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, Glim 5.2 dan butunlay bepul foydalanishimiz mumkin. Hatto Minimahmuch ham shu yerda bepul mavjud. Bu hozirda OpenCloud bilan ishlatilayotgan eng yaxshi AI modeli. Men bularning barchasini yangi varaqlarda ochdim. Ko'rib turganingizdek, shunchaki shu yerdagi Playground orqali chatda ular bilan o'ynashingiz mumkin. Lekin siz bu yerga chatda ishlatish uchun kelganingiz yo'q. Biz ularni agentik tizimlarimizga ulamoqchimiz. Avvalo ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Login tugmasini bosamiz. Email manzilingizni kiritasiz. Username va parol o'rnatasiz. Sizga kod bilan email keladi. Uni shu yerga joylashtirganingizga ishonch hosil qiling. Shuningdek, cloud hisobingiz uchun nom berishingizni so'raydi. Xohlagan narsani tanlashingiz mumkin. Va sizni yana o'sha sahifaga qaytaradi. Endi qilishingiz kerak bo'lgan narsa Generate API key tugmasini bosish. Shunday qilib, agentik tizimimizni autentifikatsiya qilish uchun kalit olamiz. Xoh u Hermes, OpenCloud yoki boshqa har qanday agentik tizim bo'lsin, shu cloud provideri bilan bu AI modellardan bepul foydalanish uchun. Qilishingiz kerak bo'lgan narsa, telefon raqamingizni kiritish, faqat tekshirish uchun SIMS orqali kod olasiz. Shu kodni shu yerda tasdiqlash uchun ishlating. Va tugagach sizni shu sahifaga yo'naltiradi. Va agar Generate API key tugmasini yana bossam, ko'rib turganingizdek yangi API kalit olaman. Endi bu kalitni istalgan AI vositani bepul quvvatlantirish uchun ishlatishingiz mumkin. Agar eng zo'r bepul tizimni xohlasangiz, AI vositasini lokal o'rnatishingiz kerak. Agar ko'proq xavfsizlik va 24/7 mavjudlikni xohlasangiz, AI vositasini cloudga o'rnatasiz. Ikkala usulni ham ko'rsataman, lekin lokal usuldan boshlaymiz, chunki u butunlay bepul bo'ladi. Misol sifatida buni Hermes agenti bilan qanday qilishni ko'rsataman, chunki bu mening eng sevimli agentik AI tizimim. Hermes agentni lokalga o'rnatish uchun oddiygina ularning veb-saytiga kiring va odatda har qanday AI vositada, hatto OpenCloudda ham o'rnatish uchun bitta qatorli buyruq bo'ladi. Operatsion tizimingizga qarab. Men uni Linuxga, aniqrog'i Kali Linuxga o'rnatmoqchiman. Shunday qilib, bu buyruqni nusxalab, terminalni ochib, joylashtiraman. Kutayotgan paytda bu bizga o'sishga yordam berish uchun eng zo'r vaqt bo'lardi. Shunda ko'proq video yaratamiz. Faqat like tugmasini bosing va videoni do'stlaringizga ulashing. Agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqni bosing. Shunda har safar shunday yangi video yuklaganimda xabar olasiz. Va ajoyib, endi Hermes agent o'rnatildi va bizda sozlash ustasi ochildi.
Odatda to'liq sozlashni tanlayman, lekin buni avvalgi YouTube videomda ko'rsatganman. Agar qiziqsangiz, o'sha videoni ko'rib chiqing. Endi biz faqat bepul AI yoki bepul intellektni taqdim etishga e'tibor qaratayotganimiz uchun men Blank Slate variantini tanlayman, chunki bu eng tezkor yo'l. Va birinchi narsa, u bizdan aql yoki intellekt provayderini sozlashni so'raydi. Men pastga tushib Nvidia-nimni tanlayman. Bu biz foydalanayotgan platforma. U mendan API kalitini so'raydi. Biz hozirgina yaratgan kalitni. Shunchaki uni shu yerdan nusxalab joylashtiraman. Va aslida har bir model uchun yangi API kaliti kerak emas. Bir soniyadan so'ng ko'rasiz, bu bitta API kaliti menga Nvidianing Build platformasida foydalanishim mumkin bo'lgan barcha modellarga kirish imkonini beradi. Enter tugmasini bosaman va u mendan base urni so'raydi. U allaqachon Nvidia uchun to'g'ri manzilga o'rnatilgan. Shunchaki Enter bosib standartni tanlayman. Ko'rib turganingizdek, bu platforma orqali foydalanishim mumkin bo'lgan barcha AI modellarining ro'yxatini oldim. Keling, Nvidia Nemotron Ultra'ni ishga tushiramiz. Hozircha bu Hermes agent uchun eng yaxshilardan biri. Hamma narsani lokal saqlaymiz va hammasini o'chirilgan holda boshlaymiz. Aytganimdek, buni tezda ishga tushirmoqchimiz. Va agar Hermesni yana ishga tushirsam, ko'rib turganingizdek, biz xohlagan AI modelini yuklab oldi. Va agar undan so'rasam, qaysi AI modelida ishlayapsan? Faqat hamma narsa to'g'ri sozlanganligini tasdiqlash uchun. Ko'rib turganingizdek, u bizga Nvidia Nemotron 3 Ultra'da ishlayotganini aytmoqda, mutlaqo bepul, chunki biz kredit karta ma'lumotlarini ham bermagan edik. Endi bu yerdan modelni almashtirish juda oson. Shunchaki model deb yozaman, Enter bosaman, Nvidia'ni tanlayman. Va yana bepul foydalanishim mumkin bo'lgan barcha modellar ro'yxati bor. Agar sizda Hermes allaqachon o'rnatilgan bo'lsa, uni qayta o'rnatishingiz shart emas. Faqat Hermes model deb yozsangiz kifoya. Va yana avval ishlatgan sehrgarni olasiz, Nvidia'ni tanlaysiz va hammasi tayyor. Endi bu sozlashning bitta muammosi bor. Bu eng zo'r bepul sozlash, chunki biz bepul eng yaxshi AI modellarini olyapmiz va AI vositasini ham bepul ishlatyapmiz, chunki u mening shaxsiy kompyuterimda lokal ishlayapti. Lekin shu sababli u kamroq xavfsiz, chunki bu AI vositalarini buzish va egallab olish mumkin. Bundan tashqari, agar AI vositalari yoki agentlarni 24/7 ishlatishni va dunyoning istalgan nuqtasidan ular bilan muloqot qilishni hamda ularga ish berishni istasangiz, bu kompyuterni ham 24/7 ishlatishingizga to'g'ri keladi. Agar bu siz uchun muammo bo'lsa, unda yechim AI vositasini bulutda ishga tushirish bo'ladi. Siz hali ham uni quvvatlantirish uchun bepul AI modellarini olishingiz mumkin. Bu sizga ko'p pul tejaydi, lekin bulut provayderi uchun to'lashingiz kerak bo'ladi. O'zingiz xohlagan bulut provayderini tanlashingiz mumkin. Buni Hostinger bilan qanday qilishni ko'rsataman. Ular bu videoning homiysi, chunki ularning narxlari butunlay aniq. Ya'ni har oy bir xil miqdorda to'laysiz, ishlatishga qarab emas. AI modeli uchun pul to'lash haqida ham qayg'urishingiz shart emas, chunki ularni bepul olamiz. Yana qo'shimcha chegirma olishni ham ko'rsataman. Faqat Hostinger Tom saytiga keyin security deb yozish kifoya. Va sevimli AI vositalaringizni ishga tushirish uchun turli mashinalarni ko'rasiz. Eng ommabopini tanlaymiz, chunki u bizga 2 ta CPU va 8 GB xotira beradi. Eng yaxshi chegirma olish uchun muddatni 24 oy yoki 12 oy qilib qoldiring. Yana chegirma olish uchun kupon kodim bor-ni bosib security deb yozaman. Qo'llashni bossangiz, yana 10 chegirma olasiz, ko'rib turganingizdek. Endi pastga surib, ilovalarni tanlasak, bir marta bosish bilan ishga tushirish mumkin bo'lgan juda ko'p ilovalarni ko'rasiz. Hermes, OpenCloud va Aon'ni shunchaki tanlab, darhol ishga tushirishingiz mumkin. Men yana Hermes agentni tanlayman, chunki u mening eng sevimlim. Tasdiqlash va davom etishni bosaman. Tizimga kiring yoki ro'yxatdan o'ting. Hisobingiz bo'lmasa, ro'yxatdan o'ting, keyin to'lov bosqichiga o'tasiz. Ular juda ko'p to'lov usullarini qabul qilishadi. To'lovni yakunlang, administrator login va parolini o'rnating. Bularni Hermesga kirish uchun ishlatamiz va joylashtirishni bosamiz. Bu bir necha daqiqa oladi va tayyor. Endi server yaratildi. Va uni bepul AI modellarimizga ulashni ko'rsatishdan oldin, shu yerda sizga ko'rsatmoqchiman. Agar os va panelga o'tsak, serverda ishlayotgan ilovani shu yerda ko'rinayotgan istalgan ilovani bosish orqali o'zgartirishingiz mumkin. Shunday qilib, yangi ilovalar uchun yangi server yaratishingiz shart emas. Lekin biz yaratgan Hermes agentimizning umumiy ko'rinishiga qaytsak, web interfeysga kirish uchun Open App tugmasini bosishimiz yoki oddiygina App Terminalni bosishimiz mumkin. Terminal muhitiga ega bo'lish uchun
Va shu yerdan biz oddiygina Hermes model buyrug'ini berishimiz mumkin, xuddi lokalda qilganimizdek va bu bizga model ro'yxatini ko'rsatadi. Nvidia'ni tanlang, yaratgan API kalitini joylashtiring, basi URLni o'zgartirmang, standart modelni tanlang. Va yana biz uni Nemotron Ultraga o'rnatamiz. Va tamom, hammasi tayyor. Endi biz oddiygina Hermesni ishga tushirishimiz mumkin. Va yana ko'rib turganingizdek standart model Nemotronga o'rnatilgan. Va agar undan so'rasak, qaysi AI modelidan foydalanyapsiz? Ko'rib turganingizdek, u bizga Nvidia Nemotron 3 Ultra dan foydalanayotganini aytmoqda. Va aytganimdek, bu butunlay bepul bo'ladi. Endi yodda tuting, do'stlar, bu AI modeli va men ko'rsatgan boshqa AI modellari pullik bo'lishi kerak edi. Shuning uchun ularni bu yerda bepul olishingiz, ular pullik versiyadan biroz sekinroq bo'lishi mumkinligini anglatadi. Va shuningdek, biroz cheklovlar ham bo'lishi mumkin. Buning tashqarisida, endi olgan barcha pullik top AI modellariga bepul kirishdan zavqlaning. Umid qilamanki, video sizga foydali bo'ldi. Iltimos, bizga qo'llab-quvvatlab, videoni like qilib, do'stlaringizga ulashib, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqni bosing. Shunda har safar shunday yangi video chiqarganimizda xabardor bo'lasiz.